Bilasizmi, ekranning ortidan ko'rish bir narsa, lekin haqiqiy hayotda ko'rish butunlay boshqa. Bu yerda hech qanday qoidalar yo'q. Turkiyaga tegishli tibbiy muassasa bombardimon qilinishini ko'rdim. Keyin Nasr kasalxonasi nishonga olindi. Bemorlar halok bo'ldi. BMTning xavfsizlik markazi bombardimon qilindi. Xalqaro yordamchilar o'ldirildi. Bularning barchasi men u yerda bo'lgan vaqtda sodir bo'ldi. Keyinchalik esa men faoliyat olib borgan kasalxonani ham yo'q qilishdi. Birinchi marta boshi tanasidan ajralgan bolani ko'rib, titroq bosib qaltirab qoldim. So'ngra uning ota-onasi kelib, dod solib yig'laydi, jasadni ko'tarib bag'riga bosadi. Bu go'yoki qo'rqinchli filmlarga o'xshaydi. Doktor Muhammad Mustafa, tashrifingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Siz G'azo yeriga 2 marta borgan ekansiz. Sizni G'azoga borishga majbur qilgan narsa nima? Bilasizmi, nimadan boshlashni bilmayman. Qaysi tomondan boshlash kerak? Insoniylikmi yoki diniy nuqtai nazardanmi? Men uchun hammasi ko'plab bolalarning yig'isi, a'zolari uzilgan tanalar, ochlik va vayronalarni ko'rishdan boshlandi. Men faqat bu haqida gapirishni istamasdim. Aksincha amal qilishni istadim. So'zlarimni amalda ro'yobga chiqarmoqchi edim. Shu sababli u yerga borishga qaror qildim. Lekin G'azoga boraman deb aytish bilan haqiqatan ham u yerga borish bu ikkitasi bir xil emas. Aytish bilan amal qilish bu mutlaqo boshqa narsalar. Ariza topshirayotganimda hammasi joyida edi. Ammo sen G'azoga borasan degan so'zni eshitganim zahoti hammasi bir zumda o'zgardi. Chunki aynan shu paytda holatni anglay boshladim. Haqiqatan ham men u yerga ketmoqdaman va u yerga borib o'lishim mumkin. Endi keyingi bosqichga tayyorgarlik boshlandi. Onam bilan suhbatlashib, ularning roziligini olish, barcha parollarni moliyaviy maslahatchim otamga topshirib, vasiyatnoma yozish. Chunki bularning barchasi endi haqiqatga aylanayotgan edi. Men bu haqida qanchalik chuqur o'ylasam, vaziyatning naqadar jiddiy ekanligini shunchalik chuqur anglayotgandim. Shunday qilib avval Iordaniyaga, so'ng u yerdan Isroilga, undan keyin esa G'azoga o'tasiz. Harbiy nuqtalardan o'tib chegara hududiga kelasiz. So'ng chamadonlaringizni qo'lingizga olib, mashina tomon yurib borasiz. G'azo ichida esa sizni nima kutadi? Tanklar va harbiylar oldidan chamadonlaringizni ko'tarib o'tasiz. Aynan shu paytda hammasi haqiqatga aylanganini anglaysiz. Oilangiz va do'stlaringiz bu qarorga qanday munosabat bildirishdi? Onangizga nima deb aytdingiz? Bilasizmi, bu juda og'ir suhbat edi. Men ularga onajon, 5 kundan keyin G'azoga uchaman dedim. Bu aynan arizam tasdiqlangan kun edi. Onam yig'lab yubordi. Nima deyotganlarini ham yaxshi tushunmadim, chunki juda qattiq yig'layotgan edilar. So'ng qo'ng'iroq qilib yuboraman deb go'shakni qo'ydilar. Taxminan 15 daqiqadan keyin yana qo'ng'iroq qildilar. Hamada dedilar. Onam meni uyda shunday ataydilar. So'ngra onam, o'lim Allohning qo'lida, Isroilning qo'lida emas. Men seni Allohga topshirdim. Men seni savobdan to'smayman. Sen doimo bunday qilishni istar eding. Shunday ekan, boraver bolam dedilar. Bu holat qanday bo'lganini aytib bera olasizmi? Ya'ni siz tanklar oldidan yuklaringiz bilan o'tdingiz, u yerdagi birinchi kuningiz qanday bo'ldi? Bilasizmi, biz kichik avtobusda birinchi bor G'azoga kirganimizda janglar avjiga chiqqan paytlar edi. Oziq-ovqat deyarli yo'q edi. Atigi 500 metr narida itlar inson jasadlarini yeb yurganini ko'rdik. Men o'ylardim, bizdan 500 metr narida G'azo tashqarisida o'rmonlar va fermalar nihoyatda go'zal edi. Ammo yarim kilometr o'tib, kuchuklar inson jasadlarini yeb yurar edi. Bu manzara meni dahshatga solar edi. Biz shifoxonaga yetib kelganimizda, bu mening birinchi tashrifim edi. Birdaniga ko'p miqdorda yaralanganlarni olib kelishdi, lekin kelganlarning barchasini jonlari uzilib bo'lgan edi. Biz jasadlarni ko'tarishga yordam berardik. Kelganimga 5 daqiqa ham bo'lmay, men qo'limda jasadlarni tashidim. U yerda butun bir oila bor edi. Men o'ylardim, qaraseni bu hodisalar haqiqatga yuzma-yuz olib keldi. Bilasizmi, ekranning ortidan ko'rish bir narsa, lekin haqiqiy hayotda ko'rish butunlay boshqa. Siz yonib ketgan go'shtlarning hidini sezasiz. Kiyimlar yonib ketgan tanaga yopishib qolgan bo'ladi. Bu hid esa
burningizga o'rnashib qoladi. Bolalarning miyasini osilib turganini ko'rasiz. Miyasini qayta joyiga solib, boshlarini bog'lab qo'yishga harakat qilasiz. Chunki hozir uning ota-onasi kiradi. Hech bo'lmaganda uni bunday holatda ko'rmasin deysiz. Bu narsalar seni o'zgartirib yuboradi. Bu sening qalbingga qattiq ta'sir qiladi. Sen o'zing uchun emas, balki bu odam qanday og'riqlardan o'tganini o'ylab qo'rqasan. Kuygan teri, uzilgan a'zolar, tashqariga chiqib qolgan miyalarni ko'rib. Aytishlaricha urushda g'alaba qozonuvchi bo'lmaydi. Biroq bu holatga tushgan bolalarni ko'rib, shunchaki qo'rqmaysiz, balki bu sizni shok holatiga tushiradi. Hatto yosh katta erkak sifatida men birinchi marta boshi tanasidan ajralgan bolani ko'rib, titroq bosib qaltirab qoldim. Biroq sen bu mitti jasadni ko'tarishing kerak, kafanga solish uchun. Sen 2 yoshlik go'dakni boshsiz holatda ko'tarib, uning vaznini his qilib turibsan. Qoni qo'lingga oqmoqda, ichaklari tashqariga chiqib qolgan. Axir bu inson-ku. So'ngra uning ota-onasi kelib, dod solib yig'laydi, jasadni ko'tarib bag'riga bosadi. Men ularni yonida turib, qayoqqa tushib qoldim deb o'ylayman. Bu go'yoki qo'rqinchli filmlarga o'xshaydi. Ular bosh tanasidan ajralgan bolasini bag'riga bosar edilar. Bu yerda barcha chegaralar allaqachon buzilgan. Bu darajadagi, bu miqdordagi o'limni tushunish uchun uni inson o'z ko'zi bilan ko'rishi kerak. Bu umuman o'lim ko'pligi jihatidan boshqa bir daraja. O'zingizni hayotingiz uchun ham qo'rqqanmisiz? G'azodan tirik chiqolmaslikdan qo'rqib. Bilasizmi, ular biz bo'lgan paytda kasalxonalarni bombardimon qilishdi. Men ikkinchi bor kelganimda ham bu holat takrorlanardi. Shifoxonani bombardimon qilishganda uning ichidagi odamlar ham yaralangan holda tez yordam bo'limiga kelishardi. Shifoxonaning o'ziga ham zarbalar berilardi. Ko'p marotaba o'yladim, bu mening oxirim bo'lishi mumkin. Ko'p marotaba onamga qo'ng'iroq qilib, agar uni xafa qilgan bo'lsam, kechirim so'rardim. Bularning barchasi juda og'ir edi. Eng ko'p qo'rqqan narsam niyatim edi. Men doimo Allohdan shuni so'radim. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, faqat niyatimni pok qilgin. Chunki agar niyatim to'g'ri bo'lsa, men G'azoda Ramazon oyida eng muborak odamlar bilan birgaman. Demak, hammasi joyida. Meni xavotirga solgan faqat niyatim edi xolos. Kasalxonalardagi sharoitlar qanday edi? Birinchi va ikkinchi safar o'rtasidagi farqlarni qanday taqqoslaysiz? Kasalxonalarda, ayniqsa shimolda men bo'lgan vaqtda, hatto termometrlari ham yo'q edi. Shoshilinch yordam bo'limida bironta ham sun'iy nafas berish apparati yo'q. Bor yo'g'i bitta ishlaydigan qon bosimi o'lchagich va monitor, bitta EKG apparati bor edi. Kasalxona kravatlarining g'ildiraklari sinib ketgan. Bemorlarni tashish deyarli imkonsiz edi. Qon so'ruvchi qurilmalar juda zaif. Odamlar qon qusib kelganda qonni so'rib olishni iloji bo'lmasdi. Ba'zan biz o'z qo'limiz bilan bemorlarning og'zidan qonni olib, nafas yo'llarini ochishga harakat qilardik. Tibbiy asbob uskunalarning yetishmasligi juda katta muammo edi. Agar ilk safar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, farqlar juda katta. Birinchi safarimda urush avjida edi. 9 oydan beri davom etayotgan urush, 9 oylik ochlik, har kuni 50 ta 100 ta yordam mashinasi kelardi. Bizga ko'p holatda ochlikdan o'lib ketayotgan bolalar kelardi. Ayniqsa serebral falaj kabi kasalliklari bo'lgan bolalar, ular allaqachon oziqlanishda muammoga ega, juda ozg'in va zaif holatda bo'lishardi. Hatto og'riq qoldiruvchi dorilarni ham bera olmadik, chunki dorilar yo'q edi. Ba'zilarning o'limi kutilayotgandi. Biz hech nima qila olmasdik. Biz faqat oilalarini yupatishimiz mumkin edi, bolalarni emas, aynan ota-onalarni. Chunki bolalarga yordam berishning umuman imkoniyati ham yo'q edi. Farzandlar ota-onaning ko'z o'ngida so'lib borar edi. Ikkinchi safar esa bombardimonlar avvalgidan ham kuchliroq edi. Urush boshlanganidan beri hamma narsa birinchi safarga qaraganda yanada qo'rqinchliroq tus oldi. Kasalxonada hech qanday operatsiya o'tkazilmagan kunlar ham bo'ldi. Chunki kimni olib kelishmasin, ularning barchasining jonlari uzilgan bo'lardi.
Yonib ketgan tanalarni esa tanib bo'lmasdi. Kimning qo'l, kimning oyoq a'zosi va qayerda ekani bilinmas. A'zolar erib ketgan, tanib bo'lmas darajaga yetgan edi. Xullas holat aynan shunday dahshatli darajada edi. Isroil doimo tinch aholiga qarata hujumlar uyushtirib kelganini ommaviy axborot vositalarida inkor etadi. Lekin siz o'sha yerda bo'ldingiz va hammasini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Iltimos so'zlab bering. Haqiqatan ham tinch aholi hujumga uchradimi yoki yo'qmi? Bilasizmi, men ikkinchi safar tinchlik sulhi tuzilgan paytda bordim. Sulh hali buzilmagan edi. Biroq o'sha vaqtda ham bizga boshidan o'q yegan bolalarni olib kelishar edi. Bo'yniga o'q tekkan bolalarni ko'rardik. Ularning boshini tekshirganimizda o'q yuqoridan pastga qarab kirgan bo'lardi. Bular yuqorida uchib yurgan dronlardan otilgan o'qlar edi. Ular uxlayotgan bolalarni to'g'ridan to'g'ri nishonga olishar edi. Bu kechasi bolalar chodirda uxlayotgan paytda sodir bo'lardi. O'q yuqoridan kelib ularni urardi. Ba'zan esa oila bozorga ketayotganida oilaning eng kichik a'zosini nishonga olishardi. Bitta o'q bevosita kichik bolaning boshiga tegardi. Biz ana shunday holatlarni ko'rganmiz va eshitganmiz. Bir dona o'q va bola yerga qular edi. Bu sulh buzilishidan oldingi holatlar edi. Keyin esa yanada ayanchli voqealar ro'y berdi. Otishmalar boshlangach, Birlashgan Millatlar Tashkiloti 30 dan ortiq raketa hujumi bo'lganini hisobot qilgan edi. Ular faqat ayollar va bolalar qurbon bo'lganini qayd etgan. Biz ko'rgan aksar yaradorlar aynan bolalar va ayollar edi. Shunchaki tinch aholi qurbon bo'lardi. Men eslayman, bir erkakni ko'tarib yotoqqa yotqizgan edik. Men cho'ntagimdagi ultratovush moslamasini olib, uning ko'kragini tekshirdim. Ko'kragi to'la qon edi. Men pichoqni olib ko'kragini kesib, trubka qo'yishga harakat qildim. Shunda kimdir oyog'imdan tortdi. Pastga qarasam bir ayol edi. Uning yuzi kuygan, oyog'i esa butunlay uzilgan edi. U menga yordam so'rab murojaat qilardi. Men esa erkakning ko'kragiga trubka qo'yish bilan band edim. O'yladimki, avval trubkani mahkamlab olay, keyin unga yordam beraman, chunki aks holda erkak ham vafot etishi mumkin edi. Trubkani bog'layotganimda ham ayol oyog'imdan ushlab turardi, ammo pastga qarasam, u qon ketishidan vafot etgan edi. U ayol oyog'imni ushlab, shu holatda vafot etdi. Men har kuni o'sha ayolni eslayman. Har kuni uni qutqara olmaganim uchun o'zimni aybdor his qilaman. Chunki men tanlov qildim, unga emas boshqasiga yordam berdim. Bunday qarorlar butun umr seni ta'qib qiladi. Kimdir aytishi mumkin, sen qo'lingdan kelganini qilding deb, ammo tushunyapsizmi? Men tanlov qildim, boshqa bemorga yordam beraman deb o'sha ayolni qoldirdim. Bunday qarorlar butun umr seni tark etmaydi. Shunday qiyin qarorlar qabul qilganim uchun Alloh meni kechirsin. Subhanalloh. U yerda ko'rgan va davolagan bolalaringizni, ayniqsa omon qolganlarning ruhiy holati qanday edi? Tunda palatalarda yurganimda bolalarning qichqirganini eshitardim. Bu shunchaki yig'layotgan bolalar emas, aksincha qo'rquv natijasidagi qichqiriqlar. Post-travmatik stress sindromiga chalinish oqibati edi. Men bir marta bir xona ichiga kirdim. Xona juda issiq edi. Shuning uchun derazani ochdim. Dronlarning g'uvillash ovozlari doim osmonni to'ldirardi. Bir bola deraza ochilishi bilan darhol karavot ostiga yashirindi. Men undan so'radim, nima bo'ldi? U esa javoban, dron derazadan kirib granata tashlagan va akam bilan onamni ko'z oldimda o'ldirgan. Mening tanamni esa og'ir kuydirgan deb javob berdi. Uning qo'llari va yuzlari kuygandi. Endi u deraza ochiq bo'lsa xonada tura olmasdi. Juda qattiq qo'rquvga tushardi. Shunday ruhiy travmaga chalingan bolalar juda ko'p edi. Subhanalloh. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilni ataylab ocharchilik siyosatini olib borishda aybladi. Siz u yerda bo'lganingizda ochlikni ko'rdingizmi? Vaziyat qanday edi? So like I say, the first time round when I was there was so much starvation. This time round, people had food for 40 days. Yuqorida aytganimdek, ilk safarimda ochlik juda kuchli edi. Odamlar deyarli ocharchilikdan o'layotgan edi. Ikkinchi safarimda esa 40 kun davomida gumanitar yordamlar kirgani hisobiga oziq-ovqat bor edi. Garchi shunday bo'lsa-da, safarim yakunida harbiy qamal 4-haftaga yetib borgan vaqtlarda
Biz bir kunda atigi bir mahal issiq ovqat yeyishga yetib bordik. some bread and some cheese. Bir voqeani eslayman. Bir ayol menga ketishimdan oldin biroz non va pishloq berdi. Yo'lda o'zim bilan olib ketishim uchun. Bu mening oxirgi kunim edi. Rafahdan to Iordaniyagacha bo'lgan masofa ba'zan 12 soatgacha cho'zilar edi. U ayol menga sendvich tayyorlab ol, yo'lda och qolma dedi. Men aytdim, sizlarga hatto Rafahdan ham bu yerga oziq-ovqat olib kirishga ruxsat bermayaptilar. Qanday qilib men oziq-ovqat olib chiqaman? U esa shunday javob berdi: Sen doktorsan, bizga yordam berding. Biz esa faqat shu arzimagan narsani berib, biroz bo'lsa ham qorningni to'yg'izishga harakat qilyapmiz. Ularning saxovati meni hayratda qoldirdi. Men esa bilardim, Iordaniyaga borsam shaurma ham, kunafa ham, tropik mevalar ham topiladi. Lekin u menga o'ziga ham kerak bo'lgan ozgina non va pishloqni bermoqchi bo'ldi. Subhanalloh. Hatto ochlik va qamal holatida ham ular menga ovqat berishga harakat qilishardi. G'azo ahli sizda qanday taassurot qoldirdi? Bu odamlar, Allohga qasamki, ular bilan o'tkazgan har bir kunim, har bir lahzam o'ziga xos saboq, o'ziga xos tajriba edi. Men u yerda bo'lganimda har bir namozimni o'z vaqtida o'qishga harakat qilardim. Chunki o'lim qachon kelishini bilmaymiz. Namozni kechiktirishni istamasdim. Allohga namozim qazo bo'lgan holda yuzlanishni xohlamadim. Men vaqtida ibodat qilishga intilardim. Sababi bu o'limdan bo'lgan qo'rquv edi. Bir kuni xavfsiz bo'lgan hududlardan kasalxonaga ketayotgan edim. Ko'kragimda Avstraliya va Britaniya bayroqlarining nishoni bor edi. Shu payt bir paramedik menga duch keldi. U doktor qayerga ketyapsan deb so'radi. Kasalxonaga dedim. U menga mashinaga chiq, olib borib qo'yaman dedi. Bu voqea qatl etilgan shifokor va feldsherlarning jasadlari topilganidan 3 kun o'tib sodir bo'lgan edi. Men undan so'radim, birodar qo'rqmaysanmi? Axir sen ham feldshersan. U menga qarab shunday dedi. Men ularning jasadlarini o'zim yig'ib oldim. Men yana so'radim, sen bir kuni o'sha o'lganlarning o'rnida bo'lishdan qo'rqmaysanmi? U menga tabassum bilan qarab, birodar, biz allaqachon o'lib bo'lganmiz. Bu yerda hammamiz o'lib bo'lganmiz. Faqat o'lim qachon kelishini Alloh belgilaydi dedi. Bu gaplar meni larzaga soldi. U tinch edi, ko'zlarida qo'rquv yo'q edi. Men esa namozni qo'rquv bilan o'qir edim. U esa xotirjamlik bilan ibodat qilardi. U o'limdan qo'rqmas edi, balki Alloh bilan har holatda birga bo'lganidan baxtli bo'lib ibodat qilardi. Bu men uchun katta saboq bo'ldi. Men o'ylab qoldim. Men bomdodga uyg'onaman, farz va nafl namozlarini o'qiyman, tarovehlarga chiqaman va bular bilan o'zimdan ujublanib yurgan ekanman. Ammo aslida bu ibodatlarim qo'rquv sababli edi. U esa biz barchamiz o'lib bo'lganmiz. Biz Allohning taqdiriga rozimiz deb aytar edi. Bu menga haqiqiy saboq bo'ldi. Avstraliya va Britaniya bayroqlari haqida gapirdingiz. U yerda bu davlatlardan yordam oldingizmi? Biz Avstraliya hukumati bilan bog'lanishga harakat qildik. Chunki xavf juda katta edi. Har qanday vaziyat yuz berishi mumkinligini tushunardik. Lekin ular bizga hech qanday aniq javob bermadilar. Britaniya hukumatiga esa umuman murojaat qilganimiz yo'q. Chunki bilardik foydasi bo'lmaydi. G'azoda bo'lganingda sen bitta haqiqatni anglab yetasan. Bu yerda hech qanday qoidalar yo'q. Meni ko'z o'ngimda G'azodagi yagona saraton kasalxonasi, Turkiyaga tegishli tibbiy muassasa bombardimon qilinishini ko'rdim. Keyin Nasr kasalxonasi nishonga olindi. Bemorlar halok bo'ldi. BMTning xavfsizlik markazi bombardimon qilindi. Xalqaro yordamchilar o'ldirildi. Paramediklar qatl qilindi. Bularning barchasi men u yerda bo'lgan vaqtda sodir bo'ldi. Keyinchalik esa men faoliyat olib borgan kasalxonani ham yo'q qilishdi. Bu holatlarni ko'rib tushunasan. Bu joyda hech kim xavfsiz emas. Hatto kasalxonalar ham, gumanitar yordam uchun kelgan insonlar ham nishonga olinadi. Shunday kunlarda o'limni juda yaqin his qilardim. Biz doim umid bilan murojaat xatlari yuborardik, qo'ng'iroqlar qilardik. Lekin afsuski javob kelmasdi. Hech qanday kafolat, hech qanday himoya yo'q edi. O'zimga ko'p bora shuni takrorlardim. Men bu yerga yordam berish uchun keldim. Taqdirim nima bo'lsa Allohning irodasiga roziman va men butun e'tiborimni bolalarga yordam berish missiyasiga qaratdim. They strike your heart and you begin to realize that I could die here. I really could die right here. But
I just kept saying to myself, like, I'm here to help, and I've already accepted whatever fate comes my way, and I've just got to focus on the mission, and the mission is to help those children. Avstraliyada federal saylovlar yaqinlashmoqda. Shu munosabat bilan siz Avstraliya bosh vaziri va tashqi ishlar vaziriga G'azoda bo'lgan kishi sifatida qanday murojaat qilmoqchisiz? It's Albatta bu oson emas. Chunki men ham boshqalar ham sodir bo'layotgan voqealarning asl mohiyatini bilamiz. Ehtimol ular bizdan ham ko'proq o'lim va vayronalar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lishlari mumkin. Ammo nazoratimizdan tashqarida ko'plab omillar mavjudligini inkor eta olmaymiz. Shunga qaramay biz bu vaziyatni qanday talqin etayotganimizda halol bo'lishimiz zarur. Falastinlik bolalar shunchaki halok bo'layotgani yo'q. Ular ataylab nishonga olinmoqda, qirg'in qilinmoqda. Ular ovqat, suv va elektr energiyasidan mahrum etilmoqda. Bu holatni qarshi tomon ustiga bosim o'tkazish emas. Bu harbiy jinoyat deb atalishi kerak. Agar biz bu borada halol bo'lmasak, vaziyatni o'zgartira olmaymiz. Chunki agar men sizga 2 qo'shuv 2 barobar 4 deb aytsam-u, siz menga yo'q 5 desangiz, bu muammoni qanday hal qilamiz? Biz haqiqatni aytishimiz kerak. Menimcha aynan haqiqatni aytish jamoalar o'rtasidagi bo'shliqni to'ldira oladi. Hech bo'lmasa sizning og'rig'ingizni tan olib, nimalar sodir bo'layotganini ochiq ayta olsam, bu odamlar uchun tasalli bo'ladi. Bu bizning ularning azob-uqubatlarga befarq emasligimizni, ularni yolg'izlatib, haqiqatlarni inkor qilayotganimizni anglatmaydi. Sizda bosh vazir uchun maxsus bir xabar bormi? Hurmatli bosh vazir, sizga bir so'zim bor. Men siz bilan shunchaki suhbatlashmoqchiman. Insoniylik haqida, og'riq haqida, e'tiborsizlik haqida. Keling bir soniyaga bo'lsa-da siyosatni, sanksiyalarni, bayonotlarni unutaylik. Keling oddiy insonlar sifatida yuzma-yuz o'tiramiz. Avstraliya tomonidan yuborilgan gumanitar yordamni joyida o'z ko'zi bilan ko'rgan vakillar bilan gaplashib ko'ring. Bizda avstraliyalik bolalarni ovqatlantirgani uchun o'ldirilgan Zumi ismli ayol bor edi. Hali ham bu jinoyat uchun hech kim javobgarlikka tortilmadi. Avstraliyaliklar halok bo'ldi. Gumanitar xizmatchilar halok bo'ldi. Men ham gumanitar xizmatchiman. Men musulmonman, men arabman va men insonman. Men jamiyatimizdagi e'tiborsizlik haqida siz bilan ochiq suhbat olib borishni xohlayman. Chunki agar men biron narsani o'zgartirmoqchi bo'lsam, siz, bosh vazir mening yonimda bo'lishingiz kerak. Insonlar menga ko'proq ish qil, to'g'ri fikrlamayapsan deb aytishadi. Ammo agar siz G'azoda bo'lib, bu vayronalar, bu fojialarni o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, sizga hech qanday muhokama kerak bo'lmaydi. Faqatgina bitta so'zni aytasiz. Iltimos, yordam beringlar. Agar faqat bir dona shisha suv bera olsangiz ham qabul qilamiz. Hatto bitta xo'roz qand bo'lsa ham, uni ham qabul qilamiz. Vayronagarchiliklar shunchalik dahshatli, og'riqli, shunchalik chidab bo'lmas darajada kuchli. Men endi siyosat haqida emas, insonparvarlik haqida o'ylayapman. Va shu sababli menga yonimda bo'lgan, amalda yordam beradigan odamlar kerak. Men hech kimni tanqid qilmoqchi emasman, hatto qarama-qarshi tomonni ham. Mening yagona iltimosim, biz ko'proq insoniylik ko'rsatishimiz kerak. Bu insonlarga ularning eng asosiy huquqlarini qaytarishimiz kerak. Meni butunlay o'zgartirib yuborgan bir voqea bo'lgan. Bir erkak eshak aravaning ustida farzandlarini olib keldi. Raketa bolalarning ustiga tushgan edi. Men ko'rpani ko'tarib qarasam, birining boshi tanasidan uzilgan, boshqasining qo'li yo'q edi. Ota qichqirib yordam so'rardi. Ehtimol eshak shovqindan cho'chib, siydik chiqarib yubordi va bu siydik yarador bolalarning ustiga to'kildi. Men o'ylardim, ota uchun bu qanday imtihon bo'ldi. Oylar davomida chodirlarda yashagan, farzandlarini boqish uchun odamlar oldida o'zini past qilgan. Endi esa ularni shunday holatda ko'rayotgan bir ota. Bu qanday azob, qanday iztirob bo'ldi. Shuning uchun odamlar biror narsa qilish kerak deb muhokama qilayotganida men o'ylayman, yo'q, bu holatlarni umuman bo'lmasligi kerak. Bularni to'xtatish kerak. Qolgan muhokamalarni keyin ham qilish mumkin. Bu voqealar qaytarilmas bo'lishi kerak.
Hech kim farzandining jasadini ko'chalarda bu holatda va itlar yeb ketayotganini ko'rmasligi kerak. Bu siyosiy da'vat emas. Bu bugungi achchiq haqiqat. And people can get caught up in words and politics and boycott and this, that and the other, but the reality is we need to humanize these. Va agar siz bizga faqat bitta ko'rpa bera olsangiz ham qabul qilamiz. Biroz oziq-ovqat yoki dori-darmon bo'lsa ham qabul qilamiz. G'azoda bugun shunchalik ayanchli holatki, har qanday yordam eng katta yutuq. So desperate right now in Gaza. Subhanalloh. Siz ko'rgan bu holatlarning og'irligini tasavvur qilish hatto qiyin kechmoqda. Biroq aytingchi, siz tomondan insoniylik jihatidan bularning barchasini boshidan o'tkazgan inson sifatida adolat va mas'uliyat qayerdan boshlanadi? Haqiqat yo'li mukofotmi yoki jazomi? Haqiqiy adolat faqat Alloh huzuridadir. Men o'ylamaymanki, men ko'rgan voqealardan keyin bu dunyoda G'azoda bo'lgan qirg'inlar uchun haqiqiy jazo berilishi mumkin deb. Lekin men bir narsaga aniq ishonaman. Agar biz zulmni qo'limiz bilan to'xtatishga qodir bo'lmasak, u holda hech bo'lmaganda bu haqida gapirishimiz kerak. Agar gapirishga ham ojiz bo'lsak, unda qalbimiz bilan bu zulm va yovuzliklarni yomon ko'rishimiz shart. Men G'azoda o'tkazgan vaqtimdan shuni tushundimki, men musulmon sifatida avvalo o'zimni isloh qilishim kerak ekan. O'ylaymanki, buni barcha musulmonlar o'zlari uchun qabul qilishlari mumkin. Chunki qachonki biz o'zimizni isloh qilsak, Alloh bizning holatlarimizni ham isloh qiladi. Agar biz bir ummat sifatida birlikda bo'lganimizda, G'azoni yolg'iz qoldirmasdan ular uchun haqiqatdan ham o'rnimizdan turgan bo'lganimizda edi, ular hech qachon bu darajadagi fojialarga duch kelmagan bo'lardilar. Siz G'azoda 2 marotaba bo'lgach Avstraliyaga qaytdingiz. Hozirgi kunda o'zingizni qanday his qilmoqdasiz? Men qaytganimdan beri deyarli uxlolmayapman. Doimo ular uchun biror foyda keltirishga harakat qilaman. Dunyoga ular haqida gapirib berishni istayman. Chunki men G'azodan ketayotganimda chodirlarda miyalaridan jarohat olgan bolalarni qoldirdim. Vayronalar ostida qolib ketish oqibatida tan jarohati olgan bolalarni. Ular ba'zida xushlariga kelar, ba'zida xushlarini yo'qotar edilar. Ularning aksariyatini endi hech kimi qolmagan edi. Butun oilalari vafot etgan. Ular chodirlarda qarovsiz yotardi. Biz esa ularning nafas olayotganini ham to'g'ri tekshirib nazorat qila olmasdik. Men shuni bilamanki, agar men bu yerda issiq joyimda tinch dam olayotgan bo'lsam, chodirlardagi bolalar o'limi kundan kunga ko'payaveradi. Shu sababli men to'xtay olmayapman. Toki men bu yerda bo'lsam, hech bo'lmaganda ular uchun biror narsa qilishim kerak. Qo'lim bilan yordam bergan joyimda, go'yoki G'azoda mening bir bo'lagim qolib ketgandek tuyuladi. Bu yerda esa ular uchun biror foyda keltirishim shart. Hech bo'lmasa jamiyat fikrini o'zgartirish, mavzularni kerakli joylarga yo'naltirish, qo'shimcha yordam izlash va G'azo ahlining holatini odamlar orasida keng yoyish men uchun vazifaga aylangan. Bu holat bizning musulmon jamiyatimizga ham bevosita taalluqli. Biz o'zimiz ham ko'p xatolarga yo'l qo'yganmiz. Masalan, avstraliyalik Zomi ismli musulmon ayol G'azodagi bolalarni to'ydirish uchun jonini fido qilganida, musulmon jamoasi uning oilasi atrofida jamlanmadi, lekin jamlanishi kerak edi. U ayol musulmon bolalarini to'ydirish yo'lida jon berdi. U bizning aksariyatimiz bera olmaydigan narsani berdi. Ammo biz uning oilasini e'tiborsiz qoldirdik. Bu esa mening yuragimga qattiq ta'sir qildi. Biz ham mukammal emasmiz. Xatolarimiz ko'p, lekin biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsak, birlashishimiz, bir tan va bir jon bo'lishimiz kerak. Aytilganidek, qiyomat kuni bu kabi insonlarning hisob-kitobi bo'lmaydi. Ular uchun u kun yengil bo'ladi. Sen G'azoda bo'lganingda bu narsalarni chuqurroq tushunasan. Chunki qayerga qarama, o'limni ko'rasan. Everywhere you look, there's death and destruction and pain and suffering. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoingiz bor edi. Siz yashil kiyimda kasalxonalardan birida turib, vaziyatni aytib berayotgan edingiz. Ko'pchilik bu videoni ko'rdi. Shundan keyin o'zingizni qanday his qildingiz? Men o'sha videoni yozayotganimda, aslini aytganda men ichki dunyosini ko'rsatmaydigan insonman. Yoshingiz ulg'aygan sari inson o'zining shaxsiy hududini ko'proq qadrlay boshlaydi. Lekin G'azoga borganimda ijtimoiy tarmoqlarimni ochishga qaror qildim. Hech bo'lmaganda xayriya fondlariga mablag' yig'ishda yordam bersin deb. Chunki men G'azoga tibbiy jihozlar olib borayotgan edim.
Shuningdek, ular haqida hisobot berish orqali o'z vazifamni ado etayotganimni ko'rsatmoqchi edim. O'sha kuni esa men telefonimni olib videoga olishni boshladim. Bo'layotgan voqealardan shok holatida edim. Men o'zim u yerda yolg'iz turar edim. 10-11 soat tinmay ishlaganimdan keyin xonamdan chiqdim. Juda charchagan edim. Qalbimdagi gaplarni aytib yuborishni istadim. Men kim bilan gaplashishni ham bilmasdim. Ko'zlarimga yosh kelgan, yig'lagim kelayotgan edi. Ichimda qo'rquv kuchli edi. Shu sabab qalbimdagi gaplarni kamera oldida aytdim. Shundan keyin 3 soat uxlab pastga ish joyimga tushdim. So'ng telefonimni qo'limga olsam, u yerda minglab xabarlar kelgan edi. Avvaliga nima bo'layotganini tushunmadim. Odamlar meni vafot etdi deb o'yladimmi bilmadim. Keyin bildimki, men suratga olgan video butun dunyoga tarqalib ketgan ekan. Uni mashhurlar, ommaviy axborot vositalari, hatto Avstraliyadagi bir deputat ayol parlament ichida yig'lab izohlagan ekan. Men bu darajada e'tibor bo'lishini kutmagan edim. O'sha kundan boshlab ko'plab qo'llab-quvvatlovlar boshlandi. Shunda o'yladim, modomiki bunday e'tibor bor ekan, bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Ya'ni bu qo'llab-quvvatlov orqali haqiqiy jiddiy yordamlarni amalga oshirish mumkin. Aslida ijtimoiy tarmoqlarimni faqat hisobot berish uchun ochgan edim. Lekin vaziyat o'zgardi. Endi to'p menda, faqat oldinga yugurish kerak. Alloh subhanahu va taolo bu ishlarni yaxshiliklarga sabab qilsin. Agar so'rashga ijozat bersangiz, doktor Muhammad, sizning tajribangiz qanday qilib sizni o'zgartirdi? Men o'ylayman va umid qilaman, inson sifatida yaxshiroq tomonga o'zgarganman. Lekin samimiy aytadigan bo'lsam, bu tajribadan so'ng xususiy ravishda kurashishim kerak bo'lgan bir nechta og'ir jihatlar bor. Menimcha bu eng og'ir tomoni. Bu ruhiy kurashni yengishning yagona yo'li qilayotgan ishlardan ozgina bo'lsa ham foyda chiqayotganini his qilish, ularning bekor ketmayotganini bilishdir. Meni qalbimda ko'plab yaralar qoldi. Lekin shunga qaramay, bilasizmi, men o'zimni ruhan ozod his qildim. Chunki bu darajada o'limni ko'rgach, bu darajada yovuzlikni guvohi bo'lgach, inson uchun har bir narsa qadrli tuyula boshlaydi. Endi odamlar sizni navbatda quvib o'tib ketadimi yoki kimdir sizga tahdid qiladimi? Bular menga ahamiyatsiz. Agar siz ham men ko'rgan holatlarni ko'rgan bo'lsangiz, hayotning har bir soniyasini qadrlab yashashni o'rganasiz. Alhamdulillah. Men bu tajribalarim uchun Allohga shukr qilaman. Alloh sizni go'zal suhbatlaringiz uchun mukofotlasin va qilayotgan amallarimizni qabul qilsin, hatto eng kichiklarini ham. Zero Alloh taolo aytganidek, kim zarra misqolicha yaxshilik qilsa, albatta uni ko'radi. Alloh taolo qilayotgan sa'y harakatlaringizni mukofotlasin. Taklifingiz uchun rahmat, tashrifingiz uchun rahmat.